Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugungi rolikimizda sotuvga qo'yilgan Cobalt mashinamiz bilan tanishib o'tamiz. Mashinamiz 2024-yil JK2 svetda. Tayyor mashin, polni rasvodlari nav qilish kerak bo'lsa hammasi qilinib turibdi. JK2 svetda dedik. Birinchi chetdan ko'rib o'tadigan bo'lsak, eldilarining obsovkalari o'zgargan. Kraskalarında polni ham yeri o'ziniki radnoy, hech nechik qirchilgan, chasni bo'yalgan yeri yo'q. Balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari qishni chiqib beradi. Yuridi hali. Tayyorlovka razрешениялari bor. Arkalarına keladigan bo'lsak, arkasida yana farlari, stop farlari pisochni originalidan qo'yilgan, Sony'sidan. Spoilerlar ham qo'yilgan kapotning ustiga. Mashinamiz idealniy sostoyaniyada turibdi. Salon qismi bilan ko'rib tanishib o'tadigan bo'lsak, orqa xatarimiz yana polni obshivkalari idealniy sostoyaniyada turibdi. Chexollari o'ziniki. Hop, bu yandan shofer tarafdan ko'radigan bo'lsak, bo'soqlar ham yana bronli plyonkalar urilgan. Eshikda kisasini ham urilgan, ular bitta qo'porilib sarnatgan ekan, lekin sostoyaniyasi yaxshi. Mashinamizning umumiy yurgan kilometri 39.448 kilometr bo'lib turibdi. Pokoleniya metan gazlar bor, 90lik gaz balon bilan. Bu yerda video antiradar uchun sim kelib turibdi. Doğru takip etsizlar ham bo'lardi. Antiradarning o'zi yo'q lekin. Monitorlar qo'yilgan. Diamond monitor avtomat korobkada barlari qo'yilgan ekan. Bu yerda bagajni knopkasi ham o'rnatilgan. Ruli multirul qilingan, cruise control hamma narsasi ishlab turibdi. Bagaj tarafdan bir ko'rib o'tsak, bagajimiz ham yana polni kapotachi qilingan, sumka qilingan va bagaj uchun отдельный chexol ham qo'yilgan. Mashinamiz full sumka qilingan. Hop, mashinamiz bilan bir qator tanishib o'tdik. Bahosini keladigan bo'lsak, 150 million so'm aytib turibdilar. Tayyor mashin, hech nechik rasvodsiz, doğru minib haydaladigan mashin. Kimga qiziq bo'lsa telefon urib, kelib ko'rib, gaplashib olaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.